Assalamu alaykum do'stlar. Hammanglarniki mushaqinglar xayrli bo'lsin. Nashr kontrol sistemasining yangi qismiga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizda biz shu Git ni o'rganib o'tamiz. Git va uningki buyruqlarini o'rganib o'tamiz. Gitni oldingi dars so'zlaganda Git haqsiz va ochiq kodliq tarqitilgan nashrni kontrol qilish sistemasi deb o'rgangandik. Ya'ni bizningki qilayotgan ishimizni, yozgan kodimizni hammasini bir-birlab xotirlab mangdigan ochiq kodliq kontrol qilish sistemasi. Hozir tor dunyosida faqat Gitlam emas, boshqa har xil nashr kontrol sistemalar bo'lib, buning ichida eng ko'p qo'llanilgani Git. Shuning uchun biz bu darsimizda Gitni o'rganib o'tamiz. Gitninki hujjat aqimi hujjat xizmat aqimini oldingi darsda o'rganib o'tgandik. Ya'ni bu yerda remote va local deb ikki xil repository bo'ldi, ya'ni ambar bo'ldi. Remote deganda yiroq ambarda ma'lum bir torbetga yoki ma'lum bir bulutga saqlangan bo'ldi. Biz shu ambarni tushirish orqali ishlatalaymiz. Ya'ni bu yiroq ambar deb hisoblanadi, remote repository. Endi local deganda shu kompyuterdagi ambarlarni biz local repository, ya'ni yerlik ambar deymiz. Endi biz kodni yiroqdagi ambarni kompyuterga tushagan vaqtida bu local repository bo'ldi. Endi biz har bir yozgan kodimizni yoki yozayotgan kodimiz bizningki ishlash rayonida bo'ldi, ya'ni working directory'da. Endi biz bu kodni yozib bo'lgandan keyin buni saqlagan bo'lsak, qo'shgan bo'lsak, ya'ni git add degan buyruqni yozgan vaqtida bu staging areaga saqlanadi, ma'lum bir yerga saqlanadi. Bu texi yerlik ambarga yo'tkalmagan bo'ldi. Biz shu kodimizni staging areaga qo'shgan kodni buningga biz commit, ya'ni yoki tushuntirish yozib qilgan vaqtida yozib qilib bo'lgandan keyin bu yerlik ambarga yo'tkildi, ya'ni local repository'ga yo'tkildi. Bu Gitninki hujjat xizmat aqimi shunday bo'ldi. Doim ishlatilgan Git buyruqlarida Git init ambarni qurishniki ikki xil usul bor. Birisi yiroqdagi ambarni kompyuterga tushirish, yana birisi o'zimizning kompyuterda yerlik ambar qurish, ya'ni local repository qurish. Buni qurish uchun biz git init degan buyruqni ishlatamiz. Biz har bir qilayotgan ishimizni ko'rish uchun yoki qilib bo'lgandan keyin ko'rish uchun git status deganni bosish orqali qanday mashg'ulotlarni qilganligimiz, nimalarni qilganligimizni ko'ra olamiz. Undan keyin git add hujjat ismini bosgan vaqtimizda biz working directory, ya'ni ishlayotgan rayonimizdan staging areaga qo'sha olamiz. Bu faqatlam bir hujjatni qo'shish uchun git add hujjat ismini qo'shamiz. Agar butun working directory'dagi butun hujjatlarni qo'shmoqchi bo'lsak, git add checkni bosish orqali buni staging areaga qo'sha olamiz. Hamda git commit siziq m, andan keyin biz shuningga bergan commit, ya'ni bani qo'sh tirnoqning ichiga olamiz. Bu vaqtida bu bizningki staging areadan local repository'ga o'tkazilgan bo'ldi. Biz cho'qim buni local repository'ga qo'shishimiz kerak. Qo'shish uchun cho'qim git commit siziq m ondan keyin shuningga bergan inkas bani siziqninki qo'sh tirnoqning ichiga elishimiz kerak. Agar biz o'xshash bir hujjatda ishlayotgan bo'lsak va o'xshash bir hujjatga yangidan bir baho qo'shmoqchi bo'lsak, git commit siziq m siziq a siziq m ondan keyin message, ya'ni uchur taklif shu bahoni shu yerga yoza olamiz. Qo'sh tirnoqning ichiga yozsak bo'ldi. Endi biz ma'lum bir bahoni o'zgartmoqchi bo'lsak, yangidan bir commit, ya'ni baho yozmay uning burunqi bahoni o'zgartmoqchi bo'lsak, ya'ni oldin qatim yozgan bahoni commitni o'zgartmoqchi bo'lsak, git commit ikki siziq
əmənd, boşluq, sızıq M, ondan keyin yangi yazmoqchi bo'lgan bani yezib o'tsak bo'ldi. Bu bizningki bugungi darsimizda o'rganib o'tirgan buyruqlar. Bu buyruqlarni ishlatish uchun biz avval kompyuterga getni tushirishimiz kerak. Undaqda avval biz kompyuterga getni tushiraylik. Getni tushirish uchun avval biz Google'dan getni tushiradigan tor betga kiramiz. Izlash rayoniga getni tushirish, get download deganni bosdik. Bosgandan keyin getniki organ tor betiga kiramiz. Kirgandan keyin siz qaysi kompyuterga tushirmoqchi bo'lsangiz, shuni bossangiz bo'ldi. Masalan, Apple uchun Mac OS, Windows uchun Windows, Linux, Unix'larga Linux yoki Unix'ni bossangiz bo'ldi. Bizningki hozirgi ishlatayotgan kompyuterimiz Windows kompyuter bo'lganligi uchun biz Windowsni bosamiz. Windowsni bosgandan keyin biz hozir ko'rganinglardek get tushdi. Biz endi bu getni ya'ni 5 orqali ijro qilamiz. Qarasak bunda bir ko'znak chiqdi. Bu yerdan ijro qilishni bosdik. Qaraydigan bo'lsak, qachlash hujjati ochildi. Bu yerdan keyin qadamni bosdik. Qayerga qachlaydiganligini bizdan so'rdi. Shu o'z beti qachlansin. Keyin qadamni bosdik. Keyinkini bosdik. Next. Keyin qadamni bosdik. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, bir qancha xil usullar bor. Siz bu yerdan mushu tavsiya qilgan tanlashni tanlab, keyinkisini bossangiz bo'ldi. Bu yerdan yana keyinkini besib, hamsi keyin qadamni bosdim. Bu yerdan Windows Default Console Window deganni bosdim. Bosgandan keyin install deganni bossam qachlandi. Ko'rganinglardek hozir shu getni qachlab bo'ldi. Bu yerdan biz launch get bench deganni tanlab qilib qo'ysak bo'ldi. Mana hozir bizga get qachlanib bo'ldi. Endi getninki tushgan tushmaganligini bilish uchun getninki nashrni tekshiramiz. Nashrni tekshirish uchun get boshliq ikki tal siziq version nashr deganni bossak, qaraydigan bo'lsak, bizga get version getniki nashrni chiqdi. Biz bu yerdanmi tekshira olamiz yoki buni Windows'ninki terminal ya'ni PowerShell'danmi tekshira olamiz. Bu yerdan boshlash knopkasini besib PowerShell'ni bossak, bizga PowerShell ochildi. PowerShell ochilgandan keyin biz get siziq version deganni bossak, mana get version 2.26.2 Windows 1 deb chiqdi. Bu demak bizningki getni muvaffaqiyatli holda qachilganligimizni ko'rsatib berdi. Biz hozir getni qachlab bo'ldik. Endi biz bayam deb o'tgandek getni ishlatishninki ikki xil usuli bor. Birisi bo'lsa jiroqdagi ambarni tushirib shuning ustida ishlash, yana birisi mushu yerlikka mushu getni ijro qilib yerlikda ishlab uni jiroq ambarga qo'shish. Biz avval bir tal hujjat qisqish quraylik. Getda bir hujjat qisqish qurdim. Hujjat qisqish qurgandan keyin men buning ichiga bir tal hujjatdan birini quray. Bu yerga masalan index deb yozdim. Index HTML deb bir hujjatdan birini qurdim. Buni qurgan sizlar o'zinglarniki akval karta qursanglar bo'ldi. Men buni hozir Notepadda ochay. Notepadda ochgandan keyin men bu yerga qolgan bir xatni yozdim. Xatni yozib qilgandan keyin buni saqlay. Hozir bu getni saqlab bo'ldik. Bu hujjat saqlanib bo'ldi. Endi biz mushu hujjatni
hujjat ustida o'zimizniki mashqini elib boramiz. Buni qilish uchun avval biz mushu hujjat qisqichbayaga boramiz. Bu yerdan CD, bu yerdan desktopga boramiz. Hozir biz desktopdan biz get degan hujjat qisqichbayaga kiramiz. CD get. Bu yerga kirdik. ls list degani bassak biz hozirgi mushu index.html degan qurgan hujjatimizni ko'rdik. Endi biz mishaga getni birinchi qatim quramiz. Qurish uchun get init deganni bassak tunji qatim initialized empty git repository deb chiqdi. Mushu git amberni bizga qurib berdi. Endi biz mushu hozir yozgan xetimizni mushu staging areaga qo'shaylik. Buni qo'shish uchun biz get add index.html deganni basdik. Basgandan keyin bu staging areaga qo'shildi. Buni get status orqali qaraydigan bo'lsak, bizga yangi bir hujjatninki qo'shilganligini ko'rsatib berdi. Endi biz bu hujjatni ochaylik. Qaytadan ochib, hujjatninki ostiga yangidan bir xat yozaylik. Men bu xatni yozib bo'ldim. Xatni yozib bo'lgandan keyin mau getni ochib, endi nima ish bo'lganligini bir ko'raylik. Git status, ya'ni bizningki mushu hozirgi working directory degan yerdagi bo'layotgan ishlarni biz ko'rsatib berdi. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, yangi bir hujjatninki, yangi bir qurninki, o'zgarishninki qo'shilganligi, ya'ni bu index.html degan hujjatga yangi bir o'zgarishninki qo'shilganligini bizga ko'rsatib berdi. Qaraydigan bo'lsak, modified index.html deb chiqdi. Biz buni endi nega qo'shimiz? Staging area qo'shimiz. Get add index.html qilsak, hozir qo'shilib bo'ldi. Buni git status orqali qaraydigan bo'lsak, qizil xat yo'qoldi. Endi biz buningga bir so'z yozaylik, ya'ni commit yozaylik. Git commit m first git deb yozdik. Yozib bo'lgandan keyin buni bassak staging areaga dan local repositoryga qo'shganligi chiqdi. Buni ko'rish uchun git status degani bassak, git statusninki orqali staging areada nima ish bo'layotganligini ko'rdik. Bu yerda deydiki, avval siz mushu nimninki gitga o'zingizniki uchurlarni kirgizing deb shunda deydi. Avval biz mau buyruqni ko'chirib, eklab miyaga chaplaylik. Chaplagandan keyin miyaga ilxat adresimizni yozamiz. uyg'ur.it@gmail.com Yozib bo'lgandan keyin ikkinchilab bu yerga mau buyruqni ko'chirib eklamiz. Buyruqni Ctrl+C ni bosib, bo'lgandan keyin Ctrl+V ni bassak bu yerga chiqdi. Endi bu yerga biz ismni yozamiz. Uyg'ur IT deb yozdik. Yozgandan keyin hozir biz mushu o'zimizninki uchurlarini kirgizib bo'ldik. Biz kirgizib bo'lgandan keyin bayamki kodimizni qaytadan ijro qilaylik. Mushu buyruqni yozdim. Git commit degan so'z yozadi. Anandan keyin siziq m uning ichiga mau
ikki siziqning ikki tırnaqning ichiga first git deb yozdim. Bo'lgandan keyin enterni bosdim. Enterni bosgandan keyin qaraydigan bo'lsak, bu yerda bizga yangi bir commit nomerliq ve bazı sözününki qo'shilganligini yoki buningki qurilganligini biz ko'rsatdi. Biz endi git stats qaraydigan bo'lsak, bizningki hozirgi working directory, ya'ni ishlayotgan rayonimiz quruq pakiz bo'ldi. Burun hech qanday bunda pakiz degan bir narsa chiqmagandi. Biz endi nima ish qilaylik? Mushuningga hozirgi o'chitimizga yangidan bir qurdim birini qo'shaylik. Qo'shib bo'lgandan keyin buni saqlab git status deganni bossak, bu yerda dediki siz shu o'chitingizga bir o'zgartish kirgizibsiz deb shunda dedi. Qaraydigan bo'lsak, working directory. Biz endi buni cho'qim nima qilishimiz kerak? Qo'shishimiz kerak. Qo'shish uchun git add bayam shu hujjat ismini bosgandik. Endi biz git add chekitni besish orqali butun hujjat shu gitdagi shu local repository yoki working directory'ga butun hamma narsani qo'shsin deganini ifodalash uchun chekitni bosdik. Hammasi qo'shildi. Git stats deganni bossak, mana bizningki staging areada shu hujjatimiz bo'ldi. Endi buningga bir bazı so'zi commit yozaylik. Biz o'xshash bir hujjatda ishlaganligimiz uchun biz git a, git m, ondan keyin mavu buyruqni berib ishlasak bo'ldi. Git commit siziq a, siziq m, ikkinchi baho deb qarsak, mana bir hujjatda o'zgarish bo'ldi deydi. ikki narsa qo'shildi, birisi o'chirildi deydi. Endi git stats deganni bossak, bizga bizning shu ishlayotgan rayonimizningki pakizlanganligini bizga ko'rsatib berdi. Biz bu terminalni pakizlaylik. Hozir biz shu git init, git stats, git add hujjat ismi, git add chekit, git commit, ondan keyin bazı so'zi, git commit bazı so'zi deganlarni ko'rsatib o'tdik. Endi eng oxirgi kodimiz oldingi bergan commitni ga yangi bir ism qo'shish. Qaraydigan bo'lsak, git commit hemen isim yazım o'zgartirilgan isim deb yozdik. Yozgandan keyin bosdik. Qarsak bizga xatolik berdi. Bu xatolik nima deganda kodni biz xato yozganligimiz uchun bo'lindi. Ya'ni git commit siziq amend, undan keyin siziq m bo'lish kerak. Shuna biz buni o'zgartib git siziq amend siziq m o'zgartirilgan ism deganni bosdik. Bosgandan keyin qarsak bizga mana o'zgartirilgan ism deb chiqarib berdi. Biz git stats degan orqali qarsak, bizningki hozir ishlayotgan yerimiz pakiz bo'ldi. Endi biz git log deganga qarsak, log degan shu butun qilayotgan ishni biz xotirasini biz ko'rsatib berdi. Git log deganni bossak, bizga butun narsalarni ko'rsatib berdi. Qaraydigan bo'lsak, bizningki oxirgi bergan inkosimiz
üzgertilgen isim boldy. Onun aldyda bununla başka bir isim bergen edik. Ama biz bergen ismimizni ahirki bergen barımızny get comment sızık emen sızık em üzgertilgen isim arkaly bunu üzgertip çykdyk. Bugün biz muşu getninki asaslyk buyruklaryny öňünip ötdik. Biz keyinki sanda buyruklaryny öňünip ötümiz. Undaqda keyinki dersimizde görüşkiçe aman bolunglar. Allah'a emanet.